amazing, ba'zida zo'r chiqadi. Kecha sizlar bilan turns out degan so'z o'rgandik. Oqibat zo'r bo'lib chiqadi. Sometimes it's a disaster. Ba'zida bu rasvo bo'ladi. But either way, I love the process. Nima bo'lgan taqdirda ham menga jarayon yoqadi. Ko'rib turibsiz, 3 degina gap, boshida savolga javob berdik, keyin esa sizlar bilan misol berdik. Men bo'sh qolganimda shunchaki playlistimni yoqib olib, nima bo'lsa barra hammasini olib pishiraman va oxirida nima bo'lgan taqdirda ham menga jarayon yoqadi. 3 ta gap bilan javob berdik. Xo'sh o'rtoqlar, nima bunaqa javoblarni ravonlik tomonlama 9ligini ko'rsatadi? Birinchi navbatda oqim, to'xtovsiz gapirish. Mana qaranglar. Ikkilanish bilan ikkilanish farqini hozir ko'rsataman. To'xtashlar bo'ladi fluencyda, lekin ular tabiiy to'xtashda. Misol uchun, do you enjoy cooking at home desa, well, deb to'xtashingiz normal holat. Well, I absolutely do, or I absolutely do. To'xtadik. Cooking is actually one of my favorite ways to unwind after a long day. Bundan keyin to'xtaganinglar, bu ham tabiiy to'xtash. Lekin I usually put on deganinglar, bu tabiiy to'xtash emas. Mana shu narsa 9lik ravonlik bilan 6lik ravonlikni farqini ko'rsatadi. Oqim tabiiy bo'lsa, to'xtashlaringiz til egalarininkiga o'xshagan tabiiy to'xtash bo'lsa, bu 9. Javobingizning rivojlanishi albatta javobda mantiq bo'lishi kerak o'rtoqlar. Ya'ni, shunchaki absolutely I do, I love cooking at home. Yo'q, nimaga yoqishini eng kamida bitta gap bilan hech bo'lmaganda bu meni yaxshi ko'rgan mashg'ulotim deb aytib ketganinglar yaxshi. O'shanda javobimizda coherence yaxshi darajada bo'ladi. G'oyalarimizda tabiiy ulasham bu alohida bitta san'at. Coherence yaxshi bo'lishi uchun biz albatta linking words dan foydalanamiz, to'g'rimi? Actually, usually, what's really nice, either way, nima bo'lgan taqdirda ham menga yoqadi demoqchi bo'lsak. Okay, men tumanda uchib qoldi, sorry. Okay, and strukturada xilma-xillik bor. Qisqa gapdan ham foydalandik, absolutely I do. Keyin to'ldirish uchun uzunroq gapdan foydalandik. Shunaqa qilib hammasini birga oladigan bo'lsak, mana shu narsa 9lik javobda ravonlikka 9 bo'lishiga sabab bo'ladi. Okay? Endi o'zimiz o'qiydigan bo'lsak, mana yaqin degan bir necha yil bo'ldi, IELTS dagi assessment criteria yangilandi. Va bu yerda nima deyilyapti? Fluent with only very occasional repetition. Ya'ni ravonlik bor, faqat ozgina qaytalanish bo'ladi. Ya'ni, you know, actually cooking is one of my favorite ways to unwind after a long day. Ko'rasiz, ozgina ikkilanish bo'lishi mumkin, ozgina hattoki self correction bo'lishi mumkin, lekin bu til egalarininkiga o'xshagan tabiiy o'zini o'zi to'g'rilash uslubi hisoblanadi. Tushunarli? Any hesitation that occurs, qachondir ikkilanish paydo bo'lsa nutqingizda, bu nimaga? Use only to prepare the content of the next utterance. Ya'ni, keyingi gap uchun fikr o'ylab olish uchun to'xtash bo'ladi. Misol uchun, well, actually I do. Cooking is one of my favorite ways to unwind. Ya'ni o'rtada to'xtaganingizdan keyin siz fikr o'ylab olasiz-da. Buni examiner ko'radi. Fikringizni eslab olish uchun to'xtab olsizmi yoki 2 soat ikkinchi so'zni qidirib olsizmi? Mana shu narsalar bizda tabiiylikni bildirib qo'yadigan tomonlar hisoblanadi. O'shaning uchun e'tibor beramiz va cohesive devicesdan ham foydalanamiz. Endi so'z boyligi haqida alohida gaplashamiz. Bu tushunarli bo'ldimi? Okay, great. Xo'sh, lexical resource-ni 6 darajaga qo'yadigan narsa nima? Bu cheklangan so'z boyligi. Ya'ni faqat good, really good, the food was very good deyishlar. Men o'z aytaman, mana speaking darajangizni agar yaxshilashga bir hafta vaqt bo'lganda, men nima qilardim? Descriptive language o'rganardim. Ta'riflovchi so'zlarda. Misol uchun bizga aytsak bo'ladi, my grandfather is a good person. Lekin bizga aytsak bo'ladi, he is a very grounded person. Ular juda ham og'ir vazminlar. Yoki he is very down to earth, ya'ni juda ham kamtarlar. Yoki yana zo'r so'zlardan bittasi principled. Ya'ni prinsiplari bor, resilient, sabrli, chidamli insonlar. Ko'rasiz, birgina sifat qo'shish orqali bizni nutqimizni qanchalik boyitib olsak bo'ladi. O'shaning uchun hozir o'zingizga daftarga yozib ko'rsanglar bo'ladi. Test speakingni yaxshilashning uslublaridan bittasi bu descriptive language o'rganish, ya'ni ta'riflovchi so'zlardan foydalanish, okay? Keyingisi judayam oddiy bir xil sifatlar ishlatishadi ko'pchilik. Big, nice, good,
bad, many, people, interesting. Bu ham lexical resource oltida qotib qolishiga sabab bo'ladi. Endi lexical resource 6 bo'lishiga sabab bo'ladigan narsa bu topic related vocabulary. Shuni yozinglar. Uyda ChatGPT bilan javobingizni yaxshilaydigan bo'lsangiz, nutqingizga topic related vocabulary qo'shishingiz kerak. Bitta variant qachonki nima uchun trees important in the cities, ya'ni shaharlarda o'sha daraxtlarning o'rni qanaqa deganda, you know, I like trees because they are good and very beneficial. Yo'q, bu narsa topic related vocabulary hisoblanmaydi. Qachon biz trees haqida zo'r gapira olamiz? Qachonki, bilasizmi, daraxtlar shaharlarning o'pkasi hisoblanadi. Metaforadan foydalansangiz bo'ladi. Ular misol uchun soften the visual noise, ya'ni katta beton binolardan keladigan qo'shimcha shumni yo'q qilishadi-da, vizualni shaharni chiroyli ko'rsatadi. Bu so'zlar bilan oddiy good nice o'rtasida yer bilan osmonchalik farq bor, to'g'rimi? O'shaning uchun tayyorlanish jarayonimizda lexical resource keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lsak, topic related vocabulary ga e'tibor qaratamiz. Tushunarli bo'ldimi? Okay, shu joyda tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'lovchi yuborib qo'yinglar o'rtoqlar. Bilayman, yaxshilab diqqat bilan eshitayotganlarni. Endi murakkab so'zlarni yodlashga harakat qilish juda ham noto'g'ri narsa. Men har doim aytaman, harakat qilmanglar birdaniga 5 lik javobingizni 9 lik qilishga. Даже ChatGPT bilan ishlaganingizda ham shunchaki bitta yoki ikkita yangi so'z qo'shishni va xatoingizni to'g'rilashni so'ranglar. Chunki agarda siz qiyin so'zni yodlab olib, uni ishlata olmasangiz, examiner ahmoq emas, siz mana o'zi zo'rg'a talaffuzingizda ikkita so'zni bir-biriga ulab olasiz-da, o'zidan o'zi qayerdadir eshitib qolgan the atmosphere was very picturesque. Bu juda ko'p bo'ladigan holat o'rtoqlar. O'shaning uchun bunga ham e'tiborli bo'lamiz. Murakkab so'zlarni ishlata olmasligingizni bilyapsizmi? Ishlatmang. Sal o'zingiznikini, o'z darajangizdan bir bosqich yaxshiroq bo'lgan so'zni ishlating, lekin qiyin so'zlarni yodlamanglar. Endi lexical resource 9 nima bo'lar ekan? 9 ga yozilgan mana kriteriyasi: total flexibility and precise use in all contexts. Ya'ni hamma mavzularda so'zlarni aniq ishlatish. Bilasizlarmi, ingliz tili aslida chuqurlashadigan bo'lsangiz, shunaqangi chuqur narsaki, mana challenging bilan difficult so'zlari bor. Nima farqi bor so'zlarni? Challenging, difficult. Ikkalasi ham qiyin deb tarjima qilinadi, lekin farqi bor. Challenging and difficult. Qani farqini yozamiz? Challenging and difficult. Farqi nimada? Qani yozamiz? Challenging and difficult. Kim biladi farqini? Bilmasanglar bilmadim. Zo'r, mana bilmadim deb yozayotganlarga alohida qarsanglar, tan olish ham bir mardlik. Qaranglar. Challenging degani murakkab, lekin in the way that it's rewarding, ya'ni qiyin u, lekin motivatsiya uyg'otadigan darajada yoqimli qiyin narsalarga nisbatan biz challenging deymiz. Lekin oddiy qiyin narsalar bor. Misol uchun matematikani siz nafrat bilan aytyapsiz, matematika qiyin. Math is difficult deymiz-da. Demak, so'zlarni shu darajada nozik bekitilgan ma'nosi borki, u connotation deyiladi ingliz tilida. O'sha connotationga qarab ishlata olishingiz sizni 9 lik speaker qiladi. Ya'ni so'zni quruq tarjimasi bilan emas, balki ma'noviy jihatdan, chin dildan tushunib, to'g'ri joyda ishlata olishingiz javobimizni 9 qilar ekan. Tushundinglarmi? Endi tushunib oldinglar. Difficult shunchaki qiyin, challenging motivatsiya beradigan darajada yoqimli qiyin narsalarga nisbatan biz challenging deymiz. Mana bugun o'zingizlar uchun tushunib oldinglar. Ikkalasi ham bir xil, mana o'zbek tilida tarjima qilsanglar qiyin deyiladi-da. But challenging in the way that it's rewarding. Bizga